$82,000 ga ikkita 2 xonali kvartirani olishni xohlaysizmi? Unda videoni kuzatib turing. Narxini va lokatsiyasini videoning oxirida aytamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu pod'ezd qismimiz bo'ladi. Pod'ezdda 4 ta kvartira joylashgan. Liftlari ham ishlab turibdi. 10 etajli dom. 9-etaj, 10-etaj duplex. Bu kirib koridor bo'ladi. Koridordan kirganimizda shunaqa katta kuxnyamiz. Bu kvartiramiz karobka holatdan pergorodkalar qilib bo'lib qo'yilgan. Bu esa birinchi xonamiz, otaxonalar yotoqxonasi. Bu esa ikkinchi xonamiz, zal. Bu sanuzlimiz bo'ladi. Bu esa alohida hojatxona. Katta mana shunaqa koridor bilan. Bashdan zina qilib, tepaga ikkinchi etajga nima qilib tepaga chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu esa 10-etaj. Mana ko'rishingiz mumkin, sal bardagiga qaramaysizlar. Bu karobka holatda turibdi. Buni tozalab, top-toza qilib, musorni olib chiqarib tozalab beriladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizning manziliga keladigan bo'lsak, Toshkent shahri Mirzo-Ulug'bek tumani. Militsiyskiy akademiyada shunda o'tganingizda qorasi 3, 9-10-etajda sotilyapti duplex. Bu domimizda balkon qismi ham mavjud. Balkon qismidan chiqqaningizda mana shunaqa chiroyli manzarani guvohi bo'lasiz. Mashina qo'yish uchun joylari ham yetarli. Uyimizning kvadrati 147 kvadrat. Har bir etaj uchun har $1,000 dan to'g'ri kelyapti. Bu olib sotirlar uchun ham, yashovchilar uchun ham juda zo'r taklif. Faqat olish kerak, remont qilish kerak, yashash kerak. Bosib boradigan joyi.